Assalomu alaykum aka-ukalar, ag'ayin jamoalar, aynalar. Like'ga basing, gumburlab turib, qars basing, g'aravutining boshidan oxiriga qadar javsin. Chunki men bir video chiqargan edim, g'aravutidan deb turib, lekin o bola g'aravdan bo'lib chiqdi. Ko'p bolalar telefon qilib turib, menga aytadiki, aytgan edi, g'aravutining xalqidan kechirim so'ra deb turib. Mana harramxo'r chiqdi. Biz videolarni qo'yib o'tamiz. Ko'rasiz. Endi şu aynalarga aytaman da ves g'aravutini shunday jiyib turib, shu hali qozoq xotindan kechirim so'radi. Men so'radingiz endi, so'rasin endi. Boshqa nima deyman? Endi shu harramxo'r mana chiqdi, harramxo'r. Bu harramxo'r yerdan chiqqan qo'ziqaringa o'xshab piq etib chiqib qoladi. Tushundingizmi aynan? Endi go'r tanho go'r ishonmasang borib ko'r deydi. Harramxo'rning go'ri boshqa, sizlarning go'rlaringiz boshqa. Shuning uchun nandi katta jesang ham deydi, katta gapirma deydi. Жұмыс істесең енді жұмыс істедім деп жазып бер маған расписка. Жаз, мен бахадырмын, андаймын. 21 миллион алдым, жұмыс істедім, бүйттім, сөйтіп деп жаз онда бәрі. Кетпейсің бұл жерде. Кетпеймін бұл жерге. Неге сен оларды грузить етіп жатсың? Неден грузить етіп жатырмын бұлар? Маған үстінен ақша бересің деп. Ақша бересің деген жоқ, қалған ақшаны айтып тұрмын, 11 миллион қалып тұр деді. 11 миллион. 11, а кухняны кім бітіреді екен маған? Кухняны біздікі по полу есептейміз, давай по полу қалғаны береміз, мен ұятқа. Ни хрена себе по полу мен саған есептейді екен. Сен маған 20 миллион, 21-ді қой онда осы жерде. Қой! Онда полностью бітіріп бер маған. По полу есептеп Мен саған қалған ақшаны берем дептім, а сен неге бұларды грузить етесің онда? Ол ақшаны даяда ойын. Не үшін сен грузить етесің? Qoladi. Bitta chiqaq qo'zi bo'lsa deydi, bir chiqaq mal bo'lsa, ves malni deydi, po'qlaydi. Endi ves g'aravutini po'qlaydi deganmi bu? Shuning uchun shuncha zo'r bo'lsang ham pasayib yer, pasay. Gerilma, g'aravutidan chiqmaydi. Mana chiqdi-ku. Shuning uchun ag'ayinlar, menga yana bir marta aytaman, agar g'aravutidan kechirim so'ra demaganda edi, men bu videoni qilmayardim va chiqarmayardim. Chunki men aytganim, shu moment kutgan edim-da men. Libboy yerda bo'lsa, chiqargan bo'lsam, qaysi odam agar shu qishloqdan kechirim so'ra degan bo'lsa, shu chiqqan payti shu gapiramiz biz. Men gapiraman lishni. Bu harramxo'rning vatani yo'q, qishlog'i yo'q, makoni yo'q, jurti yo'q. Farqli bu yerdan chiqib qoladi. Gerillamangizlar. Bundan buyon o'zlaringizni asrangizlar. Aynalar gruppa padil saqib qo'yingizlar. Shu katta gapirgan odamlarga. Bundan buyon vez g'aravutida harramxo'r yo'q deb turib kerilmangizlar. Bu yerdan chiqadi. O'zingiz asrang. Bizga shu baradarlarimizni bizga shuncha murojaat qilyapmiz, kelyapmiz.
Allohga shukr. Bar bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. O'zidan o'ziga Alloh taolo muhtoj qilmasin. Musofirda yurgan aka-ukalarim, sizlar bez dokument bo'lsalaringiz, ya'ni ko'chaga chiqishga, ya'ni hijomatga borishga qiynalsalaringiz, buni hoji aynamiz bilan xudo xolasa Podmoskva, Moskva, любой точкalaringizga faqat murojaat qilasizlar. Biz sizlarning xizmatlaringizda kelib stroykani ichida inshaalloh hoji aynamiz bilan hijomalarni qilib ketamiz. To'g'rimi hoji? Ha, bale.